Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiyalar yana oshishi, ayniqsa ishlayotgan pensionerlar uchun iki bosqich nimani anglatishi, kimga foyda beradi? Kim nimani tekshirishi kerak va kimlar xato tushunib o'z haqidan ayrilib qolmasligi kerak? Bu mavzu faqat pensionerlar uchun emas, ularning farzandlari, ish beruvchilar, buxgalterlar, kadrlar bo'limi xodimlari va yaqin orada pensiyaga chiqadigan fuqarolar uchun ham juda muhim. Chunki pensiya masalasida bitta noto'g'ri tushuncha, bitta topshirilmagan hujjat yoki bitta tekshirilmagan ish staji odamning oyma-oy oladigan puliga ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy tilda misollar bilan kim nima qilishi kerakligini aniq tushuntiraman. Avvalo, masalaning ildizini tushunib olaylik. Bizda pensiya tizimida odamning pensiya miqdori bir necha omilga bog'liq bo'ladi. Ish staji, ish haqi, sug'urta badallari yoki rasmiy daromadlar, pensiya tayinlangan paytdagi hisob-kitob, keyinchalik bo'ladigan indeksatsiya va ayrim hollarda qayta hisoblash. Ko'pchilik shuni biladi. Davlat tomonidan pensiya va nafaqalar miqdori vaqti bilan oshiriladi. Bu oshirish umumiy tarzda bo'ladi. Ya'ni belgilangan foiz yoki belgilangan miqdor asosida pensiya oluvchilarning to'lovlari ko'payadi. Lekin ishlayotgan pensionerlar masalasida alohida nozik joy bor. Odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashi mumkin. Masalan, 6 yoshdan oshgan erkak yoki 25 yoshdan oshgan ayol pensiya tayinlatgan. Lekin tajribasi borligi uchun maktabda, shifoxonada, korxonada, tashkilotda yoki xususiy sektorda ishlashda davom etadi. U ish haqi oladi. Ish beruvchi tomonidan tegishli to'lovlar yuritiladi. Mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat tizimida faoliyat qayd etiladi. Shunda tabiiy savol tug'iladi. Pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan yillar ham pensiyaga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi? Oldingi tartiblarda ko'pchilik aynan shu joyda chalkashib ketgan. Ba'zilar pensiyaga chiqqandan keyin ishlasang ham baribir pensiyang o'zgarmaydi deb o'ylagan. Ba'zilar ishlayotgan pensioner bo'lsang, pensiyang kesiladi deb qo'rqib ishlashni rasmiylashtirmagan. Yana ayrim odamlar ish beruvchi bilan norasmiy kelishib, pensiyamga zarar bo'lmasin deb oyligini konvertga olgan. Natijada esa rasmiy staj ko'paymagan. Keyinchalik qayta hisob-kitob qilish imkoniyati cheklangan. Endi masala shundaki, 1 avgustdan boshlab pensiya oshishi bilan bog'liq xabarlar orasida ishlayotgan pensionerlar uchun bosqich degan ibora ko'p tilga olinmoqda. Buni oddiy qilib tushuntirsam, bu ishlayotgan pensionerlarning huquqlarini bosqichma-bosqich yaxshilash, ularning pensiyaga chiqqandan keyingi mehnatini ham e'tibordan chetda qoldirmaslik, hamda pensiya hisob-kitoblarida adolatni kuchaytirish yo'nalishidagi navbatdagi qadam sifatida tushuniladi. Ya'ni gap faqat hammaning pensiyasi shuncha foizga oshadi degan oddiy yangilikda emas. Gap shundaki, kim ishlagan, kimning daromadi rasmiy, kimning staji to'g'ri kiritilgan, kimning hujjatlarida kamchilik bor, bularning hammasi pulga aylanadigan masalaga aylanadi. Endi men eng ko'p beriladigan savollarni tartib bilan tushuntiraman. Birinchi savol. 1 avgustdan pensiya oshsa, bu hamma pensionerlarga tegishlimi? Odatda davlat tomonidan pensiya miqdori oshirilganda, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ayrim nafaqa turlari va boshqa ijtimoiy to'lovlar bo'yicha alohida ko'rsatkichlar belgilanadi. Lekin har bir toifa bo'yicha oshish tartibi bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun har doim rasmiy qaror matnida qaysi to'lovlar qamrab olinganini qarash kerak. Men tomoshabinlarga doim aytaman, qo'shnining gabiga emas, Telegramdagi sarlavhaga emas. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat organi e'lon qilgan aniq ma'lumotga tayangan ma'qul. Ikkinchi savol. Ishlayotgan pensionerga pensiya oshishi alohida beriladimi? Agar umumiy indeksatsiya bo'lsa, pensioner ishlayaptimi yoki ishlamayaptimi? Uning pensiya to'lovi tegishli tartibda oshiriladi. Lekin ishlayotgan pensioner uchun qo'shimcha muhim masala bor. Pensiyadan keyingi mehnat faoliyati, rasmiy ish haqi va staj keyinchalik qayta hisoblash yoki huquqni aniqlashtirishda rol o'ynashi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerning birinchi vazifasi, mening ishim rasmiy qayd etilyaptimi? Ish haqim to'liq ko'rsatilganmi? Elektron mehnat daftarchamda hammasi bormi? degan savollarga javob topish. Keling, misol bilan tushuntiraman. Deylik, Abduvali aka 2021 yilda pensiyaga chiqqan. Pensiyasi 1.700.000 so'm qilib tayinlangan. U keyin ham maktabda qorovul bo'lib ishlashni davom ettirgan.
ish haqi rasmiy, soliq va boshqa hisob-kitoblar yuritilgan. 2024 yilga kelib uning pensiyasi davlat oshirishlari sabab 2 million ming so'mga yetgan. Endi 1 avgustdan yana oshish bo'lsa, uning pensiyasi yana tegishli miqdorda ko'payadi. Lekin Abdulla aka uchun faqat shu yetarli emas. U pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan davrlar tizimida to'g'ri ko'rinayotganini tekshirsa, keyingi qayta hisoblash imkoniyatlarida yoki hujjat aniqlashtirishda foyda ko'rishi mumkin. Yana bir misol. Gulchehra opa 55 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin xususiy klinikada hamshira bo'lib ishlayapti. Ish beruvchi unga oylikni 2 xil ko'rsatmoqda, rasmiy qismi 1 million 200 ming so'm, qolgani naqd beradi. Gulchehra opa borib pensiyadaman-ku deb bunga rozi bo'lgan. Lekin bu yerda katta xato bor. Chunki rasmiy daromad past ko'rsatilsa, kelajakda uning ish faoliyati va daromadlari bo'yicha imkoniyatlar ham past ko'rinadi. Bundan tashqari mehnat huquqlari ham zarar ko'radi. Ta'til puli, kasallik varaqasi, kompensatsiya. Ishdan bo'shatishda to'lovlar ham rasmiy oylikka qarab hisoblanadi. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar men endi pensiyadaman, rasmiy oylik kerak emas demasligi kerak. 3-misol. Karim aka zavodda 35 yil ishlagan. Keyin pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlanganda eski davrdagi hujjatlarning bir qismi arxivdan topilmagan. Natijada uning ayrim yillari stajga to'liq kirmagan. U keyin ham 3 yil ishlagan. Lekin pensiya baribir tayinlandi deb hujjatlarni tekshirtirmagan. Mana shunday vaziyatda odamlar yillar davomida kamroq pensiya olib yurishi mumkin. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi, bitta ish haqi to'g'risidagi hujjat yoki elektron bazadagi xatoni tuzatish pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Hamma holatda ham darhol katta pul qo'shiladi deb va'da berib bo'lmaydi. Lekin tekshirib ko'rish shart. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlayotganlar. Ikkinchi navbatda ish beruvchi bilan shartnomasi bor yo'qligini bilmaydiganlar. Uchinchi navbatda elektron mehnat daftarchasida ish staji to'liq ko'rinmayotganlar. To'rtinchi navbatda pensiya tayinlanganda hujjat yetamadi degan gapni eshitganlar. Beshinchi navbatda nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Chunki ularda ham huquqni tasdiqlovchi hujjatlar muhim. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz to'g'ri tayinlangan bo'lsa, hamma hujjatlaringiz joyida bo'lsa, ishlamayotgan bo'lsangiz va faqat umumiy oshirishni kutayotgan bo'lsangiz, odatda siz alohida ariza topshirmasdan ham oshirilgan miqdorni belgilangan muddatdan boshlab olasiz. Lekin bu hech narsani tekshirmang degani emas. Men har bir pensionerga kamida bir marta o'z pensiya hujjatlarini, stajini va to'lov tarixini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Endi eng muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Pensiya oshdi degan gapni hamma bir xil tushunadi. Lekin amalda har bir odamning qo'liga tegadigan summa boshqacha bo'lishi mumkin. Chunki kimningdir pensiyasi bazaviy hisob-kitobga yaqin, kimniki yuqoriroq, kimdadir ustama bor. Kimdadir aliment yoki boshqa ushlab qolish bo'lishi mumkin. Kimdadir bank krediti bilan bog'liq avtomatik yechimlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shningiz menga 200 ming qo'shildi desa, sizga ham aynan 200 ming qo'shilishi shart emas. Ikkinchi tuzoq, ayrimlar ishlayotgan pensioner bo'lsam, pensiyam kamayadimi deb so'raydi. Umumiy qoida shuki, qonunchilikda aniq cheklov bo'lmasa, pensiya oluvchining ishlashi pensiyani avtomatik bekor qilib yubormaydi. Lekin ayrim maxsus toifalar, maxsus pensiyalar, muddatli to'lovlar yoki daromad bilan bog'liq nafaqalar bo'yicha alohida shartlar bo'lishi mumkin. Masalan, kam ta'minlanganlik mezoni bilan beriladigan ayrim yordamlar oilaning daromadi oshsa qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun pensiya bilan nafaqani adashtirmaslik kerak. Pensiya mehnat faoliyati va qonuniy huquq asosida tayinlanadi. Ijtimoiy nafaqalar esa ayrim holatlarda daromad, oila tarkibi va ehtiyoj mezonlari bilan bog'liq bo'ladi. 3-nozik jihat, rasmiy ish haqi masalasi. Ko'p pensionerlar men baribir katta pensiya olmayman, ish beruvchi qanday yozsa yozaversin deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Rasmiy ish haqi sizning mehnat munosabatlaringizni himoya qiladi. Agar ertaga ish beruvchi siz bizda ishlamagansiz desa, qo'lingizda mehnat shartnomasi, buyruq, elektron yozuv, bank orqali oylik tushum bo'lsa, siz o'z haqqingizni talab qila olasiz. Agar siz naqd ishlagan bo'lsangiz, isbotlash qiyin bo'ladi. Ayniqsa ishlayotgan pensionerlar orasida qorovul, farrosh, bog'bon, hamshira, o'qituvchi, haydovchi, sotuvchi, hisobchi kabi sohalarda bu juda ko'p uchraydi. 4-nozik jihat, arxiv hujjatlari.
Mustaqillikdan oldingi yillar eski korxonalar, tugatilgan tashkilotlar, kolxoz va sovxoz davridagi ish staji, zavodlar, qurilish tashkilotlari bo'yicha hujjatlar ba'zan arxivda bo'ladi, ba'zan voris tashkilotda saqlanadi. Ba'zan esa nomi o'zgargan bo'ladi. Odamlar ko'pincha bir marta so'rab, topilmadi degan javobdan keyin to'xtab qoladi. Men esa bunday qilmaslikni maslahat beraman. Korxonaning eski nomi, tuman, viloyat, ishlagan yillar, lavozim, buyruq raqamlari, hamkasblar guvohligi, mehnat daftarchasidagi muhrlar orqali ko'p narsani aniqlash mumkin. 5-nozik jihat bank kartasi va naqd to'lov. Pensiya oshganda ayrim pensionerlar nega kartamga kam tushdi deb hayron bo'ladi. Buning sababi turlicha bo'lishi mumkin. To'lov oyning qaysi kunda tushgani, oldingi oy bilan hisob-kitob ushlab qolishlar, bank xizmati bilan bog'liq masalalar yoki ma'lumot bazasidagi kechikish. Agar siz kutgan summani olmagan bo'lsangiz, darhol vahima qilmang. Avval bankdagi tushum tarixini ko'ring, keyin pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq hisob-kitobni so'rang. Falon pul qayerga ketdi deb umumiy gapirmang. Aniq oy, aniq sana, aniq summa bilan murojaat qiling. 6-nozik jihat 2 bosqich deganda hamma darhol qo'shimcha pul oladi degani emas. Bosqich degan so'z ko'pincha tizimning ma'lum tartibda joriy qilinayotganini bildiradi. Masalan, avval bir to'yfa qamrab olinadi, keyin ikkinchi to'yfa. Avval hujjatlar raqamlashtiriladi, keyin qayta hisoblash imkoniyati kengayadi. Avval ishlamaydigan pensionerlar bo'yicha o'zgarish bo'ladi, keyin ishlayotgan pensionerlar bo'yicha qo'shimcha tartiblar ishga tushadi. Shuning uchun har bir fuqaro o'z holatini alohida tekshirishi kerak. Endi eng kerakli qismga keldik. Siz pensioner bo'lsangiz yoki uyingizda pensioner ota-onangiz bo'lsa, mana bu qadamlarni bajaring. Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni bilmasdan turib oshish sizga qanday ta'sir qilishini to'g'ri tushunib bo'lmaydi. Hujjatlaringizda pensiya jamg'armasi ma'lumotida yoki to'lov varaqasida bu ko'rsatiladi. Ikkinchi qadam, hozirgi pensiya miqdorini yozib oling. Masalan, iyul oyida kartangizga qancha tushdi? Naqd olgan bo'lsangiz qancha oldingiz? Qo'shimcha ustama bormi? Ushlab qolish bormi? Shularni daftarga yozing. 1-avgustdan keyin tushgan summani shu bilan solishtiring. Solishtirganda faqat ko'paydi yoki ko'paymadi demang. Aniq raqam bilan qarang. 3-qadam. Ish stajingizni tekshiring. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish beruvchingizdan mehnat shartnomangiz nusxasini, ishga qabul qilish buyrug'i ma'lumotini, lavozimingiz va ish haqingiz rasmiy ko'rsatilgan hujjatlarni so'rang. Elektron mehnat daftarchasida ish joyingiz ko'rinayotganini tekshiring. Agar buni o'zingiz qila olmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ma'lumotlarni ko'rishga harakat qiling. 4-qadam. Ish haqingiz rasmiy to'liq ko'rsatilayotganini tekshiring. Agar siz 3 million so'm olayotgan bo'lsangiz, lekin shartnomada 1 million so'm yozilgan bo'lsa, bu siz uchun zarar. Ish beruvchi bilan muloyim, lekin qat'iy gaplashing. Mening ish haqim qonuniy ko'rsatilishi kerak, chunki men mehnat huquqlarimni himoya qilishni xohlayman deng. Agar kerak bo'lsa, mehnat inspeksiyasiga yoki huquqiy maslahat markazlariga murojaat qilish mumkin. 5-qadam. Arxiv va eski hujjatlarni tartibga soling. Mehnat daftarchangiz, diplom, harbiy xizmat hujjati, bola parvarishi bilan bog'liq hujjatlar, eski korxonalardan olingan ma'lumotnomalar, ish haqi haqida spravkalar. Sud qarorlari bo'lsa, hammasini bitta papkaga joylang. Hujjatlarning nusxasini ham qiling. Ko'p odamlar hujjatni faqat pensiyaga chiqishda kerak deb o'ylaydi. Aslida esa keyinchalik ham kerak bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasiga aniq savol bilan murojaat qiling. Mening pensiyam nega kam deb borsangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. To'g'ri savol bunday bo'ladi. Mening pensiyam hisob kitobida necha yil staj inobatga olingan? Qaysi yillardagi ish haqi asos qilib olingan? Pensiyaga chiqqanimdan keyingi ishlagan davrim tizimda ko'rinyaptimi? 1-avgustdan keyingi oshirish mening pensiyamga qanday qo'llanadi? Shunda mutaxassis sizga aniqroq javob beradi. 7-qadam. Agar xatolik topsangiz, yozma murojaat qiling. Og'zaki gap ko'pincha ishsiz qoladi. Ariza yozing. Arizada familiya, ism sharifingiz, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni, talabingizni aniq yozing. Masalan, pensiya hisob kitobimda 1995-1992 yillardagi ish stajim inobatga olinmagan deb hisoblayman. Mazkur davr bo'yicha arxiv ma'lumotnomasini ilova qilaman.
va pensiyamni qayta ko'rib chiqishni so'rayman. Mana shunday yozilsa, murojaat jiddiy ko'rib chiqiladi. 8-qadam farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p otaxon va onaxonlar elektron tizimni tushunmaydi. Ayrim savollarni so'rashga uyaladi. Farzandlar esa pensiya o'zi tushadi-ku deb beparvo bo'ladi. Aslida ota-onangizning pensiyasi oyga 3 ming so'mga ham to'g'ri oshsa, bir yilda 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Agar hujjat xatosi tufayli 300-400 ming so'm kam olayotgan bo'lsa, bu bir necha yilda katta pul degani. Shuning uchun bu masalani mayda deb qarash kerak emas. 9-qadam yolg'on xabarlardan ehtiyot bo'ling. Hamma pensionerga falon million beriladi. Ariza topshirmasangiz pulingiz kuyadi. Men tanish orqali pensiyani oshirib beraman degan gaplarga ishonmang. Pensiya qonuniy hujjat, staj, ish haqi va rasmiy tartib asosida belgilanadi. Kimdir sizdan pul so'rab, pensiyangizni oshirib beraman desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Hujjat bilan rasmiy idora orqali yozma murojaat bilan ishlang. 10-qadam. 1 avgustdan keyingi birinchi to'lovni diqqat bilan kuzating. Agar oshirilgan pensiya kechiksa yoki siz kutganingizdan farq qilsa, avval rasmiy tushuntirishni kuting, keyin hisob-kitobni so'rang. Ba'zan tez kechikishlar bo'ladi. Ba'zan esa to'lovlar oyma-oy qayta hisoblanadi. Lekin 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi. Farq yo'q va sizda asosiy savol bo'lsa, albatta murojaat qiling. Men bu videoni faqat pensionerlar emas, ish beruvchilar ham ko'rishni xohlayman. Chunki ishlayotgan pensionerlarning huquqi ko'p hollarda ish beruvchining hujjat yuritishiga bog'liq. Agar siz pensionerni ishga olgan bo'lsangiz, u baribir pensiya oladi deb hujjatsiz ishlatmang. Mehnat shartnomasi tuzing. Buyruqni rasmiylashtiring. Ish haqini to'g'ri ko'rsating. Soliq va hisobotlarni vaqtida yuriting. Bu nafaqat xodim uchun, balki sizning korxonangiz uchun ham xavfsizlik. Ertaga tekshiruv bo'lsa yoki xodim da'vo qilsa, hujjatlar sizni ham himoya qiladi. Buxgalterlar esa pensiya yoshidagi xodimlar bo'yicha ma'lumotlarni to'g'ri topshirishi, ish haqi va davrlarni noto'g'ri ko'rsatmasligi kerak. Bitta raqamdagi xato odamning ijtimoiy huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Men ko'p holatlarda ko'rganman. Xodim ishlagan, lekin hisobotda noto'g'ri davr ko'rsatilgan. Lavozim noto'g'ri yozilgan. Yarim stavka bilan to'liq stavka aralashib ketgan. Ishga kirgan sana bilan bo'shagan sana mos kelmagan. Bular keyin pensiya masalasida muammo tug'diradi. Agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, lekin yoshingiz yaqinlashayotgan bo'lsa, hozirdaanoq tayyorgarlik ko'ring. Pensiyaga chiqishdan 1 oy oldin emas, kamida 1 yil oldin hujjatlarni tekshirish kerak. Chunki arxivdan ma'lumot olish vaqt oladi. Eski korxonani topish qiyin bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasidagi xatolarni tuzatish uchun qo'shimcha hujjat kerak bo'ladi. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillarning boshlarida ishlagan odamlar hujjatlarni diqqat bilan ko'rsin. O'sha davrda korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, hujjat yuritish har doim ham ideal bo'lmagan. Pensiya bu faqat qarlikdagi to'lov emas. Bu sizning butun umr qilgan mehnatingizning huquqiy natijasi. Shuning uchun nima chiqsa shu deb beparvo bo'lish noto'g'ri. Ish staj to'g'ri kiritildimi? Ish haqi to'g'ri olindimi? Imtiyozli davrlar bormi? Harbiy xizmat, bola parvarishi, o'qish davri yoki boshqa qonunchilikda belgilangan davrlar qanday hisoblanadi? Bularni mutaxassisdan so'rash kerak. Demak, 1 avgustdan pensiya oshishi haqidagi yangilik oddiy raqamlar masalasi emas. Bu har bir pensionerning real daromadi, ishlayotgan pensionerlarning rasmiy mehnati, hujjatlarning to'g'riligi va kelajakdagi qayta hisob-kitob imkoniyatlari bilan bog'liq juda muhim jarayon. Ayniqsa ishlayotgan pensionerlar uchun 2 bosqich deganda, men eng avvalo shuni tushunishni maslahat beraman. Rasmiy ishlash, ish stajini to'g'ri yuritish, ish haqini yashirmaslik va o'z pensiya hujjatlarini tekshirish endi yanada muhim bo'lib bormoqda. Bugun siz qiladigan eng to'g'ri ish hozirgi pensiyangizni yozib oling. 20 avgustdan keyingi to'lovni solishtiring. Ish stajingiz va elektron mehnat yozuvlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Bitta hujjat, bitta ariza, bitta tekshiruv oyma-oy olinadigan pulga ta'sir qilishi mumkin. Sizningcha pensiya oshishi yetarlimi? Ishlayotgan pensionerlarning mehnati pensiya hisobida yanada kengroq inobatga olinishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, ish staji, hujjat va
ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.